Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov, sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Bizlar bugun Samarqand viloyati Samarqand shahridagi, ya'ni Qircha bozori Qircha taxta bozoridagi mana shu temir bozorga yetib keldik. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Ismingiz nima edi? Ismim Xurshid. Xurshid aka. Bizlar ancha yillar oldin siz bilan bir video qilgan edik, esingizda bo'lsa. Xullas mana bugun bizni chaqirtirdi. Bir 5 yillar avval ham qilgan edik. Lekin u boshqa joy bo'lgan. Hozir bu kishi o'zlari yangi to'chka ochgan ekan. Mana shu Samarqand viloyatidagi Qircha taxta bozorining ichidagi temir bozor, meni ko'rib turganlaringdek, bu yerda armatura, profil, truba, har xil metaldan nima bo'lgan bo'lsa hammasi bor. Hozir bir boshidan biz narxlarini to'liqdek nima Xurshid akamiz tanishtiradi. Marhamat, nimadan boshlaymiz? Mana shu profillardan boshlasak, razmer. Mana ko'rib turganimizdek, mana bu yerda profillar bor, mana turbalar bor. Mana bu ichidagi mayda turbalar bor. Mayda turbalar bu tomonda ham turibdi. Mana shu asosan mana shu katta turbalar nima profillardan boshlasak, mana shu nechiga nechi narx qanaqa? Aka, bular 14 ga 14 profil bular. 14 ga 14. 14 ga 14. Bizlar Toshkent bilan ishlaymiz aka, Samarqand bilan ishlaymiz aka. Bularning stenkasi har xil keladi. Stenkasi bizda 2 likdan boshlab aka, to 4-5 stenkacha bor bizga bular aka. Bular narxi aka 100 mingdan boshlanadi, to 210 ming, 215 ming, 250 mingcha bu narsa chiqadi narxlar aka. Stenkasi qara. Uzunligi 12 metr bo'ladi. Uzunligi 12 metr. 10 metrligi ham bo'ladi bu narsalar. 10 metrligi ham bor, 12 metrligi ham bor. Hozir buni asosan xadovoy nimasi, razmeri, stenasini nechilik ko'proq ketadi, nech puldan o'sha? Endi aslida bular odamlar shopilliga qo'yadi, shopil so'ga qo'yiladi. 2,5 stenka, 3 stenkalar yaxshi ketadi bizga hozir. 2,5 3larni ko'proq olyapti. Ko'proq olyapti odamlar. O'shani narxini ham birdan aytib o'ting. Aka, 2,5 stenka, bular narxi 2,5 ga aka 115 sotyapmiz buni, 2,5 stenkasini. 2,5 stenka 115 ming so'm. 115 ming so'm aka. 3 lik stenkasi bor aka, 130 ming so'm aka. 130 ming so'm 3 lik stenkasi. Razmer 14 sm ga 14 sm bo'lyapti, 4 burchak, ya'ni kvadrat shaklda. Keyingisi undan kichirog'imi bu endi? Bu 10 ga 10 aka. 10 ga 10. Bunga 10 ga 10, bu ham stenkasi 1.7 dan boshlanadi aka, 4 gacha bor bizga. 4 gacha. Narxlarini o'sha stenkasiga qarab turib aytaverasiz. Aytaveramiz ha. Buni ham bittasini xatyabi o'sha 3 lik stenasi nech pul chiqadi buni? 3 lik stenasiga bularning 100 ming so'm chiqadi. 100 ming so'mdan 1 metri chiqyapti. Bu turbalarimiz nima uchun ishlatiladi? Razmeri qanaqa? Bu ham masalan skvajoni quduq qazishga, masalan quduqqa suv tortadi-ku shularga. Artizan kavlab qo'yapti-ku. Buni razmeri nechi buni? Bular 159 diametr chiqadi. 159. 159 stenkasi aka bilan 2,5. 2,5 ha. Bular narxiga 110 ming so'm sotyapmiz bularni aka. 110 ming so'm 1 metr bo'lyapti. 1 metr bo'lyapti ular. Keyingilariga o'tsak endi. Xullas mana bu yerda mana ko'rib turibman. Mayda razmerlar mana ko'p, har xilidan bor. Yana bitta narsani aytib o'tamiz. Buni har birini hozir biz metrlab ayta olmasak ham, telefonda, Telegramda sizdan so'rab, mana shu yerga video raqam videoga telefon raqamlarini bu kishini qo'yib qo'yamiz. Mana shu raqamlarda Telegram, WhatsApp ishlab turadi. Qachonki siz zvont qilganingizda, qo'ng'iroq qilganingizda bu kishi ko'tara olmay qolsa, o'sha Telegramdan yozib qo'ysangiz, sekin yana javob qilaverasiz, to'g'rimi? Xullas, endi mana shuni turbalarning razmerlarini, xadovoy kerakliklarini aytib o'tsak hozir. Hozir aslavnoy aka bizlarda kelayotgani gazga olyaptilar ko'pincha. 32 lik turba oladilar aka, 32 lik, 40 lik, 50 lik, 15 lik, 20 lik olyaptilar aslavnoy hozir aka. Hozirgi paytda bizlarda ko'pincha sezon paytida armatura ko'proq keladigan-yu. Endi shopillik ham kelayotgan narsa bor. Masalan, profil bor 8 ga 12. Tepadagi? 8 ga 12 profillar bor. Liboy stenkasi bor buni. Keyin dastavkamiz ham bor. O'zbekiston bilan Liboy joyga farqi. Liboy joyga ketaveradi. Liboy joyda dastavkamiz bor bizlarda aka. Plus mana shuni yaqinroqdan olamiz. Eng katta profilingiz nechiga nechi mana shumi? Shapulga asosan o'tadigani bu bo'lyapti. 20 ga 20 profilimiz bor aka, ha. Mana buni ham olib qo'yamiz mana. Bu nechiga nechi bu? 20 ga 20 bular aka. 20 ga 20 ni nechilik stenasi nech bu buni? Stenkasi aka bularning 3,5 stenkasi bularning aka. Bular metri 250 ming so'm aka. 1 metri 250 ming so'm deyilyapti. 20 ga 20. 20 ga 20. Agar izlaganlar bo'lsa, xullas 20 sm ga 20 sm
kvadrat shakldagi nimasi. Shunday. Mana bu profillar qanday bu? 8 ga necha bu? Bu 8 ga 4 bu aka. 8 ga 4 mi? Ha. Bular asosan naves qilishga olinadi odamlar. Naves qilishga olinadi. O'zimizda navesga buni metri nechi bo'lyapti? Bular metr akajon 38 ming, 35 mingdan to aka 60 minggacha bor. Sengiz farqlardagi qanaqaligiga. Qalin yupqaligiga qarab ketaveradi. Xullas nimalar bor endi bu yerda yana? 32lik turbalar, 50lik turbalarni qalin nimaga, kachalkaga bo'ladiganlari ham bormi bu yerda? Bor aka. O'shalar ham ko'pincha so'raladi. 32 ni qalini nechi bu? 32 bu qalinligi aka 2 qalinligi bularni. 2. Bu Toshkentskiy bo'ladi aka. Uzunligi 12 metr bo'ladi bu. Uzunligi 12 metr. Ha. Buni 10 metrligi ham bor, o'zimizning Samarqandniki bor, keyin Toshkentniki ham bor aka. Bularning aka narxi 24 ming so'm sotyapmiz bularni. 1 metri 24 ming so'm. 24 ming so'm aka. Keyin yupqaroqlari bor bu yerda aka. Bu yupqaroqlar nimaga ishlatiladi? O'sha gaz o'tkazishgami yo bo'lmasa nimalar yasashgami? Yo'q, bular aka parning yashashga, parning yasaladi, parning yasaladi, keyin har qanday yupqani loyiha konstruksiya deydi-ku, shunaqa narsa yasashga asosan. Hozir parning yasaydiganlar ko'proq bundan olyaptimi, profildan olyaptimi? Aka kimga qandayda? Ko'pinchalar turib oladi lekin aka. Ko'pincha turib oladi. 32lik stenkasi aka 1.5 dan oladi. 1.5 1.7 oladi aka. O'sha stenkasi 1.5 ligingizni narxi 1 metr nechi pul turadi? 21 ming so'm aka 19 ming so'm. 21 ming so'm, 19 ming so'm. Uzunligi 10 metrmi, 12 metrmi? 10 metrligi ham, 12 metrligi ham. Xohlaganidan topib berilaveradi. Topib beriladi aka. Va dal shu qarayotgani nimalar yana? Lardan ham bir aytib o'tsangiz. Bu 2 ga 2 po-mo'ymi? Bu 2 profillar. 2 ga 2 profil. Buni metri nechi pul bo'lyapti? Bular metr akajon 12 ming so'm, stenkasi aka 1.8. 1.8. Endi profil deganda xullas mana ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p. Har birini razmeriga to'xtalib o'tamiz desak, ancha vaqtimiz ketadi. Hali aytganimdek, o'sha telefon qilib sizga qaysi razmer, qanaqa to'lshina, ya'ni qanaqa qalinlikda kerak bo'lsa, telefonda narxini bilib, bemalol zakaz qilib kelaverasiz mana shu yerga. Mana ko'rib turganlaringda hamma xilidan bor. Endi biz arasida o'zimiz qaysidir bittasini tanlab tortib nimasini razmerini, narxlarini aytib o'tyapmiz hozir. Mana bu yerda endi ugonliklarga keldik. Ugonliklarga. Bu ugonliklaringiz nechiga nechi, qalinligi qancha buni? Aka, ugonliklarimiz 40 lik ugonlik. 40 lik ugonliklar, ha? 40 lik ugonlik aka bular. Toshkentniki bo'ladi bular. Uzunligi aka 9 metr bularni. Uzunligi 9 metr. Uzunligi 9 metr. Nima uchun endi 9 metr zavodda shunday chiqadi? Zavodda shunday chiqaradi aka bular. Bular 12 metr bo'lmaydi. Yo'q, buni 11.70 ligi ham bor. 11.70 ligi bor, ha? 11.70 ligi ham bor bularni. Bularni qalinligi aka 2.5, narxi bularni 13.500 so'm. 1 metr 13.500. 13.500 so'm. Bu nimalar uchun ishlatiladi ko'proq? Bular uchun ferma yasashga asosida ishlatiladi. Ferma yasaydi bulardan, ha? Ferma yasaladi. Xullas 40 lik deganingiz 4 likda 4 sm ga 4 sm, to'g'rimi? Talshinasi aka 2.5 bo'ladi. Buni qalinlaridan ham topsa bo'ladi. Bor, qalini ham bo'ladi. Qalini ham bor. Mana bu 50 lik aka. 50 lik, bu ham qalinligi 2.5. Bu 50 lik 5 ga 5 bo'ladi, qalinligi 2.5 bo'ladi aka. Bular narxi aka 18.5 ming so'm. 18.5 ming so'm 1 metr. Uzunligi 9 metr bu ham. 9 metr, ha? Bu keyingisi-chi? Bu ham 40 ga 40, uzunligi o'sha 11.70 bo'ladi aka. Bu stenkasi 3.5 qalinligi aka bo'ladi bularni. 3.5, ha? Bular aka Toshkent zavodniki bo'ladi bular aka. Bular narxini aka 17.5 sotyapmiz. Yana kelishib beramiz aka. Beraverasiz. Endi mana shu hozir qurilish juda jadal ketayotgan paytda mana shu armaturalarga juda ham hozir talab kuchli-da hozir. Armaturalarimizni hozir sizda nechidan nechiligigacha bor-u, yana keladigani hammasini aytib tushuntirib o'tsangiz. Armaturalarning narxlari bilan bir qator tanishtiring. Bunisidan ko'ramizmi, bunisidan ko'ramizmi? Mana bu yerdan ko'rsata qoling, mana bu yerdan. Razmer bilan turibdi shekilli bu. Ha, razmer turibdi aka. Bunisi aka armaturalarimiz, bular o'sha klientlar olgan buni, sotilgan, zayafga berilgan aka. 2 kundan beri yuk taqlab jo'natyapmiz biz klientlarimizga. Kechagi kun bizda birdan 180 tonnalik armatura kelgan edi. 3 kundan beri tarqatyapmiz aka. Bizda ham Qarshiga topshiramiz, Bulung'ur shularni topshiramiz, Jonboy shularni topshiramiz aslida bizlar aka. Dastlabki bepul bizlar uchun. Plita sexlar nima? Ha, shularga tarqatamiz aka. Mana bu armaturangiz nechilik bu? Bu armatura 10 tonlik aka. UzAli armatura bular aka. Bular narxiga 7000 so'm sotyapmiz aka bular. 7000 so'm? 7000 so'm. 1 metr, ha? 1 metr 10 tonlik armatura bular. Bular 11.75 mi qanaqa bo'ladi? 11.70 bular. Ronda 11.70, ha? Standart bir xil bo'ladi. Keyin mablardan ham shuni 12 ligi, bular narxi aka 5.5 ming so'm bular narxi aka. Bu nima uchun arzon? Bu shuni 12 ligi. Ha, bu mayda razmeri. Ha, mayda razmeri. 12 ligi bu. 12 ligi. Ha. Keyin mablarimizdan bor aka. Mablarimizdan bor. Bu
Zeme zavodniki bo'ladi aka. Bular har 1 metrida Zeme yozuvi bor, 16 razmer yozilgan aka. Ha, Zeme yozuvlari mana bu yerda bor, ha. Bu keyin aka armatura stavnoy bo'ladi. Bu aslamnoy zinalarga ishlatishga yaxshi bular. Zina, regellarga, monetlarga yaxshi bular armaturalar. Buni bizlarga 10 likdan boshlab to 22 ligacha bor bu zavodning aka bizlarda. Keyin 12 liga bor shuni aka. Bu narxi aka 13 ming sotyapmiz. Bu hozir necha razmer dedik? 16 ligi bor. 16 ligi necha pul bo'lyapti? 13 ming so'm aka. 16 ligi 13 ming so'm bo'lyapti. Mana bunisi qaysi razmer bu? Bu 12 lig aka. 12 ligi necha pul bo'lyapti? 12 liga 7 ming so'm. 12 ligi 7 ming so'm. Bu qolgan armaturalarga nisbatan pishiqrog'i bu. Pishiqrog'i bor. Bundan ham pishiq bor bizga aka. Bundan ham pishiqlari bor. Bundan ham pishig'i narxi ham shunaqa pishiq bo'ladi ular. Narxi ham pishiq bo'ladi. Kim qanaqa xohlasa shunday aka. Telefon qilib, nima qilib zakaz qilaveradi. Dastavkalar любой joyga bor deyapsiz. Любой joyga safar bor. O'zbekiston bo'ylab любой dastavka bor. O'zbekiston bo'ylab kerak bo'lsa bor. Любой joyga farqi yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Endi armaturalar deganda hammasini ko'rib, razmeriga qarab narxlari ketaveradi. Shunday. Tak. Mana ko'rib turganlaringiz tepada turbalar bor. Ular nechilik turbalar bular? Bular 159, 40lik, 50lik profillar bor. Profillar bor, ha? Hozir biz ko'rmagan ba'zi bir metallar bo'lsa yana keladi deyapsiz. Xudo xolasa bu haftaga yana video qilsak. Bu hafta xudo xolasa yana kelsa kerak aka. Bizda yana 22lik, 20lik, 18lik, 25lik, 32lik armaturamiz ham keladi. 28 bilan keladi aka bizda. Boshqa zavodlar ham bor. Beko bor. Hozir eng katta nima armaturamiz nechilik? 32lik bor aka bizda. 32lik bor hozir. 32likni 1 metri nechi pul bo'lyapti hozir? 32likni 1 metr aka 54 ming sotyapmiz aka. 54 ming so'm 1 metr. 54 ming Bekobodniki. U nimalar uchun ishlatiladi hozir? Ular aka katta suromatlar, stroyga qiladi-ku, masalan, katta paragonlarga ishlatadi ular aka, regellarga ishlatiladi. Ha, orasi ochiqroq bo'lsa, o'shalar ko'taradi kolonnalarda. Shunday aka, shunday. Xurshid aka, mana ko'rib turibmiz mana. Aziz podpischiklarim, mana qarablar, ko'rib turibsizlar mana. Hamma yoq bor. Agar metaldan nima kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Profil deysizmi, armaturami, shivellermi? Shiveller biz hozir ko'rmadik, lekin bor-a shiveller. Shivellerimiz ham bor aka. Shiveller bu hafta yana yuk keladi deyapti. Mana shu armaturalarni xohlagan turidan bor. Turbalarni katta kichik hamma turidan bor. Mana bu yerda qolaversa hozir shiferlar bor ekan. Shiferlar narxini ham bir qator qanaqa zavodniki, nech puldan bo'ladi, nima bo'ladi hozir ularni ham olamiz. Ketdik. So'ng o'tayapmi? Mana ko'rib turganlaringizda shiferlarni olib qo'yamiz. Mana hamma tomon shifer. Mana sveji keldi hozir. Mana ko'zimiz bilan ko'rdik. Shalandadan tushirildi. Mana shiferlaringiz necha xil, qayerdagi, narxi qancha bitta o'zingiz aytib o'tsangiz. Aka shiferlarimiz 48 mingdan boshlanadi. To 60 minggacha bor hozir. Bu narxi o'zgarishi mumkin bularning aka. Jizzax bor, Ohangaron bor, Toshkent bor aka. Samarqandniki bor bizlarda aka, Vodiyniki bor asosiy aka. Narxi ularning aka 48 mingdan to 60 mingga sotyapmiz aka bular. 48 ming so'mdan 60 ming sotyapmiz. 60 ming so'mgacha. Dastavkalari qanaqa? Dastavka sotamiz ham bor aka. Dastavkalarni ham qilib berasiz. Dastavkalar bepulmi, kelishiladimi uni? Aka shu yaqin atrofda bo'lsa kelishamiz shiferda. Metalga bo'lsa aka dastavka bepul aka. Shiferda dastavka kelishiladi yo yaqinroq bo'lsa aka bepul qilib beramiz aka. Metallar bepul boradi o'sha. Metallar bepul bo'ladi. Kamroq bo'lsa-chi misol, qanchadan qanchasigacha bepul? Konkretni aytib o'tish kerak deb ba'zi. Uni endi klient bilan maslahashamiz-da uni. Klient bilan. Endi misol 100 metr armatura uchun endi dastavka to'g'ri kelmasa kerak ba'zi. Shunday aka. Bo'ldi, tushunarli. Xullas mana shu ekrandagi mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Agar o'sha paytda javob bera olmasa, men aytganimdek Telegram, WhatsApplardan yozib qo'yaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.